Assalomu alaykum aziz YouTube ahli. Aziz obunachilarim, yaxshimisizlar, charchamasizlarmi? Sizlar bilan bugungi bir o'zgacha mavzuda gaplashamiz. Akamizga keldik, Qahramon akamizga Yangiyo'lda, Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanida. O'zimizni eski shogirdlardan bo'ladilar. Hozir bedanalarni, bir kunlik bedanalarni topshirdik. Orqa tomonda yashirib qo'ygan bomba narsalari bor ekan, mana Big 6 kurkalari. Ularni sizlarga tanishtirib o'tamiz. Sotmoqchi ekanlar. Kimga kerak bo'lsa, o'qitim sotilar ekan. Shularni hozir obzor qilamiz. Akamiz ham turibdilar, hozir so'rashib o'tamiz mana. Assalomu alaykum. Qahramon aka, yana bir bor charchamadingizmi? Sizmisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Aka, mana kurkalarni ko'rsatdik mana, xudo xolasa, Big 6 kurkalar. Endi primerna veslari qanchadan chiqadi aka buni? Taxminan. Makyonlari 12 kilo, xo'rozlari 18 kilo, 17 kilo. O'sha 18 kilo, 20 kilogacha bor ekan mana. 20 kilogacha bor ekan. Hozir bularning narxlarini hozir o'zlari aytib o'tadilar. Faqat o'pitimda mana makyonlari, mana xo'rozlari hammasidan bor ekan. Xullas, haqiqatan lekin yirik to'shlari to'lgan mana baquvvat narsalar optimaga. Nechta Qahramon aka bu yerda? 70 ta. 70 ta. So'yib bersangiz nech puldan berasiz? So'yib 60 mingdan. So'yib 60 mingdan. Tiriklay nech puldan berasiz? 50 ga kelishib kelsa, optimal. Tiriklay 50 ming so'mdan optimaga kelishaverar ekansizlar. Kimga kerak bo'lsa mana pastdagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar, o'zlarining nomerlari. Bemalol gaplashib, manzil, cho'pa-cho'mini polni rost gaplashib olasizlar. Mana turishini qaranglar buni. Va jonivor. Mana. Ha, nima gap? Boshqa cho'layapti. Bormi og'riq deyapti mana. Jonivor. Buni urgan sari unaqa qilar ekanda, ana napadeniya qilyapti menga. Ana. Makyonu xo'rozi shunaqa ekan. O'rtoqlar mana 70 ta Big 6 aloqaga chiqaverasizlar. Mana akamiz o'zlari bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Manzilimiz o'sha Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani. Aka, dastlabki qanaqa bo'ladi? Agar dastlabki qilib beringsa, vodiydan, vohadan bo'lib qoladigan bo'lsa. Unisini bilmas ekanlar. Agar mashinaga sovoring deb mashina jo'natib yuborsa, berib yuborasiz. Bo'ldi. Xo'p, o'rtoqlar, aloqaga chiqaverasizlar. Sizlar bilan Ro'zi Fazimjon bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.